Demak, darsni boshladik. Bugun sizlar bilan ob'yom bilan ishlanadigan mavzuni o'rgataman deb, tushuntiraman deb va'da berib qo'ygan holatim bor edi. Mana shuni ko'rsatib beraman. Ko'pchilik kutgan mavzu. Bu narsa hammasi Sinefix tomonidan sizlarga o'rtoqlar shunday podarka. Yaxshi ishlab beradigan strategiya. Efir zapis bo'lyapti. Mana bu indikatorni ertaga bir 50 kishi so'rashligi mumkin-da. Shuni ham oldindan ko'rsatib o'tay. Telegram kanaliga kirasizlar, Sinefix ga albatta. Kirganingizdan so'ng mana shu pin qismini bossanglar, tepaga bosib ketaversanglar, mana bu qismda hozir siz qidirgan narsa degan narsa chiqadi-da. O'sha yerda indikator degan joy bor. Mana shu yerda belgilab qo'yganmiz. Hozir men sizlarga topib ko'rsaman. Indikator. Qanaqa qilib o'rnatish, mana indikator linki hammasi bor. Bo'lmasa sessiya degan indikatorni qo'shib olsanglar ham bo'ladi. Faqat mana shu 5 ta, 4 ta sessiyani ko'rsatadigan holat bo'lishi kerak. Frankfurt, Aziya, London, New York. Ob'yomni qayerdan olaman deganlar 1, 2, 3, 4, 5 bo'limmi? Ya'ni men long shortni pastida fixed range volume profile turadi. Menda ob'yom ishlamayapti deganlar uchun forex.com ga kirasizlar. How yuzni yozdinglar, o anda emas forex.com ga bosasizlar. Xo'p, nima qilamiz? Mana sodda narsasi. Ob'yomni olasizlar. Mana bugungi Aziya sessiyasi turibdi, to'g'rimi? Shuni Aziyaning eng chekkasidan bu chekkasiga prosta tortasizlar. Xohlasanglar maksimumdan minimumga olasizlar, minimumdan farqi yo'q. Faqat ikkita chekkadan chekkaga tortsanglar bo'ldi. Mana shu polniy Aziyaga tortasizlar. Bitta line beryapti mana, qora chiziqda. Mana shu qora chiziqni tortib olasizlar bu yoqqa. Mana bu yerda yana bitta kuchliroq liniya ko'rsatgan qizil rangda turibdi. Uni ham tortib olasizlar. Ikkita zona bo'ldi. Bozor ertaga shu tepada ochilsa, pastga tushganda mana shu zonalardan reaksiya beradi orqaga. Mana shu zonalardan ertaga reaksiya beradi. Ertangi holat Aziyada bo'ladimi, Londonda bo'ladimi? Aziyada bermasa, Londonda. Ertangi kun full qaysi moment farqi yo'q. Shu zonadan reaksiya beradi. Reaksiya berganda ham birdaniga otilib shu yerdan bayni taxlab limitlarni urib tashlamaydi. Albatta bozor kelib to'xtaydi, shu yerda reaksiyaga burilishlar qiladi, trendlar hosil qilishi mumkin, struktura sindirishi mumkin, nima bilmaylar bo'lsa qo'shinglar o'shitdi. Bo'ldi. Bu ertangi kun uchun juma kuni Aziya sessiyasiga shuni tortib qo'yganinglarda, mana dushanba kuni men bu zonadan buy zonaligini bilardinglar. Mana men bu zona buy ekanligini bilardinglar. Shaxsan o'zim mana shu zonadan full buy ga kirganman. Endi nima tasdig'i bor edi? Mana siz o'zingiz aytyapsiz. Berilgan zonadan prosta buy kirib ketmanglar degansiz. Nima uchun mana bunisidan emas, bunisidan kiritsangiz, endi bu yerda ba'zi bir sekret narsalar bor, lekin ochiqchasiga o'rgatgan mavzularimdan misollar ko'rsataman. Kim XNS ishlatsa, H4 time frame da aynan o'sha zonada few candle bor. Buni hozir screenshot olib tashlab qo'yaman. 30 minutlik time frame da trend chizig'i bor. 30 minutlik time frame da trend chizig'i bor. Nimaga men bundan kiraman, bundan emas? Chunki bu holatda hali o'zim ham bozorda emas edim. Umuman uxlayotgandim bu holatda. Birinchi yaxshi tomoni shu. Ikkinchi tomoni o'sha men bozorda ko'rganda men bu zonada turgandim. Bildimki, o'sha trendning 3-kasaniyasi bor, yana boshqa narsalar bor va o'sha zona ham shu yerda buy oson bo'ladigan zona. Keldi, trendga urildi va bemalol buyga kirildi. Mana impuls bilan chiqilgan 30 minutlik time framening o'zida bizda 4 ta limit qo'ygandim. 4 ta limit hammasini oldi. 100 pips bitta impulsni o'zida otib berdi. Yana 5 minutlikka qaytaman. Mana bu aziyatskiy sessiyaga olamizda, mana chekkasidan hop tortamiz bu holat. Mana bu zona mana bu kunda ishlab berishligi kerak edi. Ishlamadimi? Bo'ldi. Undan keyin ham ishlatmaymiz. To'g'ri. Yangi kun, boshqa kun, ya'ni payshanba kunda aziyasi dushanba kuniga to'g'ri kelib o'sha zonada reaksiya oldi. O'zi bozor undan teparoqda ham ochilib qoldi mana bu yerda. Teparoqda ochilib qoldi. Pastga berdi. Lekin bu holat bizga to'g'ri kelmasdi. Shuning uchun ishlatilmadi. Masalan, men bu Aziyaga Fibon deyman. Shuni ob'yomni tortasizlar. Men bu zonani ko'rsatyapti sizlarga. Liniyani uzun tortasizlar. Men bu kuni o'zini kunida ishlatmaysizlar. Unda ham reaksiyalar bor, lekin unda ishlatmaysizlar. Keyingi Aziya pastdan ochilinyapti, umuman o'zi bozor pastdan ochilinyapti. Kelyapti, tegyapti, pastga tashlayapti. Kelinglar bu joyni
Holatini ko'rib chiqamiz, nimalar bor, nimalar yo'q. Ya'ni mana bu holat deydi. Mana bu oqib berish. Endi tasdiq boshqa narsalar bor, bu yerda trend bor masalan. Trend buzilganligi. Trend buzilgandan keyin обязательно ortga qaytish kerak. Bitta bizga ложный пробой qilib berdi. Ya'ni trendni o'zi yorib o'tib, tepani ham manipulyatsiya qildi. Pastga qarab yorib o'tdi. Va mana shu yorib o'tgandan keyin pastga ham yorganligi uchun bemalol mana shu narsaga kirsa bo'ladi. Ya'ni trend holati mana bunaqa akalar. Bironta trend liniya bo'lsa-da, mana bunday trend liniya bo'lsa, bozor shuni yorib o'tib, normal yorib o'tib, yana yorib qo'ysa ichkariga, atkat berib ketmasa, mana bu zonani o'ziga urilib, yana dalish pastga ketadi. Mana bu narsa ложный holat bo'ladi. Polniy buni manipulyatsiya deb atasanglar bo'ladi. Shu Aziya sessiyasi kerak, объем kerak. Mana o'andaga tortib ko'raman. O'andada ham chiqar ekan, bir xil payt chiqmay qoladi-da bu narsa. Kim объемni ishlata olmasa, ular qiyin narsa emas. Strategiyani maksimal sodda qildim. Hamma tushunarli bo'lsin dedim. Nimani ishlatish kerakligini bildinglar. Ertaga men bu aytgan zonamda ko'ramiz bozorda qanaqa reaksiya beradi. Balkim kelmasligi mumkin, lekin o'sha zonani full buzib ketaverish holati 90% kam, unaqa holat bo'lmaydi deyapti. Bo'lgan taqdirda ham demak u yerda faqat impuls bilan oqqan bo'ladi. Na tasdiq bergan, na siz bayga kirishingiz kerak bo'lgan, na sizga kirishingiz kerak bo'lgan. Bu holat hisobga olinmaydi. Любой strategiya bizda har doim bilasizlar tasdiqsiz kirilmaydi. Hozir 1 minut. Xo'p, tushuntira oldimmi akalar hammaga? Menimcha ko'pchilikka zvuk ruxsat berganman. O'zi biron savolga ham hojat yo'q menimcha, zapis qilinyapti. Biz o'zimizda ham hozir live-ga bo'lgan harakat, yana boshqa narsalarga harakatlar ketyapti. O'shaning uchun ozroq fizik uspet qilmayapmiz. Men buni zapisini hozir tashab qo'yaman akalar. 7 daqiqa bo'libdi o'zi. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Bitta savolim bor. Va alaykum assalom. Bering aka. Bu tortayotgan объемingizda uni nastroykasi bormi yoki standart o'zimi? Standart, hech qanday nastroykasi yo'q. O'zi buni nastroykasiga kirsangiz ham, mana o'zi объемni nastroykasiga kirsangiz, o'zgartirish kerak bo'lgan narsa hech narsasi yo'q. Stillari bor, koordinatalar, bu hammasi oddiy narsa. Buni hech narsasini o'zgartirmaydi. Keyin yana bitta savolim bor edi. Oldingi safar Husan aka bilan birga qilgan streamingizda indikator tashlabsizlar, lekin u yerda объемni nastroykasi ham bor deydi-siz, uni tashlamagan ekansiz. Yo'q, uni Husan akani o'zlari aytdi, u boshqa sistema, bu boshqa narsa-da. Ha, o'shani nastroykasini ham tashlab qo'ysangiz zo'r bo'lardi, объемini. Bo'ldi. Men so'rab tashlab beraman, xudo xolasa. Rahmat kattakon, aka, savol yo'q. Aha. Xo'p. Hammaga rahmat akalar qatnashganinglarga, zapis